uni nomiga qilib bermaydi, foydalanish va yashashga yoki ijara pulini to'lashga kelishiladi. Kimmi qizi? U bizaga tegishli emas. Erimning bunaqa farzandi yo'q, o'chirib tashladi. Sen nimaga bunaqa narsani? Ikkita xotinni nikohdan ajrashish uchun 4-5 yillab vaqti ketgan holatlari bor. Qo'sh tirnoq ichidagi yuristchalar oilalarni ajrashib ketishiga sabab. Ko'rmisan, karmisan, ruhiy holating yaxshimi? Hamma narsani so'rash kerak. Agar o'qishni bilmasa, o'qib berish kerak. Ayolga yana yoqyapti pul olish, psixologga boruvdim. U bunaqa deb ko'rsatyapti. Aslida umuman maslahat beradi. Erkakning spermatozoidlari 72 soat ichida sifatida ko'riladi. Bundan tashqari audio yoki video yozuvlari ham jinsiy erkinlikdan kelib chiqadi. Assalomu alaykum. Ayollar tomonidan kelayotgan savollar va muammolar yuzasidan advokat Fazilat Yakubovna bilan podkast qilishga qaror qildik. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Fazilat, sразу savollardan boshlayman. Erining uyida zulm ko'rgan ko'pchilik ayollar borishga uyi yo'qligidan chiqib keta olmay majbur yashaydi o'sha xonadonda. Va qonunchilikda kelinlik uyidan chiqib ketmasdan qonuniy tarzda ana shu uyda alohida yashash mumkinmi? Albatta, hozirgi kunda bunday muammolar juda ko'p uchrab turibdi. Fuqarolik sudida bir 30% muammolarni ushbu muammolar egallaydi deb bemalol aytsak bo'ladi. Haqiqatan ham ayol shu turmush quryapti, o'sha uyga, kelinlik uyga, garchi u uyning mulkdori qaynonasi bo'lsin, eri bo'lsin, o'sha uyga kelin bo'lib tushyapti, farzandlarni tug'yapti o'sha uyda. Keyinchalik oilaviy munosabatlari yomonlashganligi, er-xotin munosabati sovuqlashganligi sabab o'sha uydan chiqib ketishi kerak bo'lib qolyapti. Bunaqa holatda qarasa ayolni boradigan joyi yo'q, ishlaydi desa diplomi yo'q, 3-4 ta bola tug'ib qo'ygan уже, ijaraga chiqay desa puli yo'q. Mana shunaqa holatda ayol kishiga eng katta beradigan bitta maslahatim, o'sha uyda chiqib ketmasdan o'sha uyga foydalanish tartibini belgilash bo'yicha sudga murojaat qilishi mumkin. Agar shu uydan qandaydir zulm ko'rgan natijasida chiqib ketib, 6 oy davomida o'sha uyga kirmasa, mulkdorlar tomonidan uni ushbu uyga kiritilishiga qarshi bo'lib, sudga da'vo ariza kiritilganda bu uyga kirib yasha olmaydi. 6 oylik muddat Uy-joy kodeksida belgilangan. 6 oy davomida agar chiqqan taqdirda ham qaytib kirish kerak. Bundan tashqari, Uy-joy kodeksining 32-moddasida haqiqatdan mulkdor o'z roziligi bilan shu o'g'lini, masalan, agar uy qaynona yoki qaynatan nomida bo'lsa, o'g'lini, shu ayolini, uni farzandlarini shu uyga kirgizdi, qo'ydi. Keyinchalik oilaviy munosabatlar tugagan taqdirda ham degan, u bu uydan foydalanish tartibi belgilanadi degan. Bunday holatda sudga albatta kelin tomonidan murojaat qilinishi lozim. Aynan masalan bitta ayol o'sha erkak bilan bitta xonada yashayapti. Agar sud imkoni bo'lsa, o'sha masalan xonalari, boshqa xonalari mavjud bo'lgan taqdirda o'sha ayol tomonidan menga bu erim bilan munosabatim tugagan yoki ajrashgan bo'lsa, ajrashmagan bo'lsa, mana shu xonadan, mana bu xonadan menga alohida foydalanishimni belgilab bering. Oshxona, tualet, hammomlarni alohida belgilab bering deb sudga murojaat qilgan taqdirda, xuddi oila a'zosi sifatida xohlagan masalan xonasidan belgilab aslida yashashi mumkin, lekin qat'iy mana shu xona meniki va bunga hech kim to'sqinlik qila olmasin degan maqsadda sudga ariza kiritgan taqdirda, bunday arizani sud qanoatlantirib beradi. Chunki haqiqatdan Uy-joy kodeksi 32-moddasida oilaviy munosabatlar tugagan taqdirda ham ularning foydalanish tartibi saqlab qolinadi degan qonunga asosan. Demak, hech bo'lmaganda o'sha xonadonda bitta xonasidan foydalanishi mumkin. Va agar u mabodo shu xonadondan chiqib ketib, 7-oyda bu narsa haqida bilib qolsa, uni haqqi bor ekan va u keyin da'vogarlik qila olmaydi. Chunki 6 oy berilgan. 6 oy muddat ichida o'sha umuman uzluksiz ravishda yashab kelayotgan bo'lsa va umuman chiqib ketmagan bo'lsa, chiqib ketgan taqdirda ham 6 oy davomida o'tmasdan qaytib kirish kerak. Mana shu holatda bemalol alohida xonani ham talab qilish huquqiga ega, yashash huquqiga ega. Garchi u ajrashgan bo'lsin, ajrashmagan bo'lsin. Lekin shu yerda emotsionalni ko'tarib bilishchi bu holatni.
mana shu joyga kelganda ko'pchilik sinadida o'zi. To'g'ri. Chunki oson bo'lmaydi. Xuddi bir dushmanni ichida o'tirasanda, issiq skоворodkani ustida har kuni qovurilasan va bu onani holati psixologический tomondan bunday olganda bolaga ham baribir ta'siri borda. O'ziga shu narsa kerak ayollar, o'sha shunaqa talab bilan sudga chiqib bemalol yashayapti. Bosim to'g'risida ham ular kirita olishi mumkinmi o'sha arizasiga? Допустим, menga bular bosim qilyapti yoki mana bu holatlarda tinch yashashga qo'ymayapti degan. Albatta, bu holatda masalan sudning qarori asosida u qaysi xonadondan yashashini belgilatib qo'ygan taqdirda, shu xonadonda yashashiga bosim qilib qarshilik ko'rsatayotgan taqdirda, shu ichki ishlar organlariga murojaat qilib, ma'muriy javobgarlikka tortishi mumkin. Bu yerda o'sha ichki organga murojaat qiladi, bu yerga mahalla emas. Endi mahalla ogohlantiradi, mahalla ichki ishlar organlari hammasi birgalikda haqiqatan shu holatlar yuz berayotganligini o'rgangan holatda, keyinchalik agar zulm kuchayib ketgan taqdirda ayolga nisbatan himoya orderi bilan ham tasdiqlanishi mumkin. Uni shu uyda agar yashashiga qarshilik qilib, bosim o'tkazib, zo'ravonlik qilib, baribir mana shu zulm ostida sen chiqib ketasan-ku degan мнение bilan shunaqa qilgan taqdirda ichki ishlar organlariga agar murojaat qilsa, himoya orderi bilan himoyalanadi. Tushunarli. Yaqinda internet tarmoqlarida ajrashgan ayollarga uy berilishi haqida rosa ko'p ham dolzarb har xil videoroliklar tarqadi. Va qonunga mana shu bo'yicha o'zgartirishlar kiritildimi? Qanaqa ma'lumotlar bor bizga, xalqqa oddiyroq qilib tushuntirib bera olasizmi? Chunki ko'pchilik bo'ldi menga uy berar ekan deb ajrimlarga ham podavать qildi deb eshitdim-da. Shuni bizga yoritib bersangiz. Haqiqatan ham internet tarmoqlarida juda ko'p ma'lumotlar chiqib ketdi. Buni fake xabar deb aytishimiz ham noto'g'ri bo'lib qoladi. Buni chiqishiga sabab Uy-joy kodeksining 32-moddasiga, o'sha oxirgi bandiga o'zgartirish kiritildi. Bu ma'lumotlarni chiqishi aynan o'sha qonunni noto'g'ri talqin qilish oqibatida chiqyapti. Bu qonunchilikda nima deyilgan? Aynan mana uy-joydan foydalanish bo'yicha xuddi hozir aytgan holatimda ayol sudga murojaat qildi. Mana shu uydan men foydalanmoqchiman deyapti. Mana shu xonadan foydalanmoqchiman, yashamoqchiman, foydalanish huquqimni belgilab bering deb sudga ariza kirityapti. Sudga mana shu foydalanish haqida ariza kiritgan paytida deyapti, narigi tomon, ya'ni eri yoki shu mulkdorlar tomonidan deyapti, yo'q, sen bu uydan foydalanma, xohlasang biz senga mana u uyni beramiz, o'sha uyga bemalol chiqib ketib yasha. Sen bilan masalan bir uyda bir ko'zim ko'zingga tushib yashashni xohlamayman degan maqsadda mana shu boshqa uyni taklif qilyapti yoki ijara asosida yashasang men ijara pulingni to'lab beraman degan ijara shartnomasi asosida unda ham degan qonunchilikda taraflarni o'zaro kelishuviga asosan mana shu uyni beraman yoki ijara puling to'lab beraman degan taqdirda narigi tomon rozi bo'lsagina degan, bunda degan haqiqatdan o'sha boshqa uy bilan unda ham foydalanish va yashashga uni nomiga qilib bermaydi, foydalanish va yashashga yoki ijara pulini to'lashga kelishiladi deyilgan. Buni esa ba'zi bir qo'sh tirnoq ichidagi yuristchalar noto'g'ri talqin qilib qonunni mana shu fuqarolarni noto'g'ri fikrlashiga va oilalarni ajrashib ketishiga sabab bo'lib qolyapti. Bizda hozir bu prosmotr, like va bularni evaziga ham shunaqa fake xabarlarni chiqarishadi va hattoki Qozog'iston tarmoqlarida ham rosa bu aylantirdilar. Bu O'zbekistonda shunaqa qonun bor ekan, Qozog'iston qachon chiqaradi degan mana shu xabarlarni ko'rdim. Demak, foydalanishga beradi, nomiga o'tkazmaydi, o'sha uydan foydalanishga yoki ijara, qarang. Bunday qilishi ham mumkin-da, erkak kishi, deylik, erkak tomon. Ijaraga senga olib beraman mana bu kvartirani-da, deylik. Va u yerda birinchi, ikkinchi, uchinchi oy to'yladida, keyingi oy aytadi, endi imkonim yo'q. Endi u paytda nima qiladi ekan ayol kishi? Agar shu holatda mana baribir sud davrida bo'ladi jarayonimiz. Shu davrida masalan taraflar o'zaro kelishdi, mediatsiya qildi degan holatda masalan ular kelib, biza kelishdik. Bu uyni masalan men bu uydan chiqib ketaman, bular menga masalan ijara pulim to'lab beradi.
u yerda ijara shartnomasi necha yilga tuzadi, qancha vaqtga, u fuqaroni o'ziga bog'liq. Ayol kishi agar huquqiy jihatdan bilimga ega bo'lsa, talab qilib, menga mana bu davrgacha deb talab qo'ysagina, o'shanga rozi bo'lsagina, ular sud bu yerda hech narsa qilib bera olmaydi, faqat o'zlarini kelishuviga asosan, ha bo'ldi, yopildi deyiladi deb yopadi. Bizda imенно ayollarimiz o'zini haq huquqini bilmasligi evaziga ham shunaqa holatlarga ko'p tushib qolyapti-da. Chunki men ham shu holatlarga tushganman bir vaqtlari. Chunki emotsionalniy подавленный bo'lganda siz o'zingizni ichki holatingiz bir stabilniy emasda, oldingizdagi bolalaringiz без конца kasal bo'lganda u erkak kishi nima desa bor deb qilib ketadiganlar ham bor. Но endi конечно men psixolog sifatida bugun tushunaman. Nevrotiklar bor, psixopatlar bor, ba'zi ayollar oxirigacha turib bera oladi va ularning o'sha psixikasi dosh beradi. Ba'zilarda esa ayniqsa baribir bizada meni kuzatuvim bo'yicha jabrdiyda ayollar ko'proq bo'lib qoladi. Va bu ham bizani imенно shu kulturamizga, yoshligimizdagi tarbiyada mana bular hammasi sabab bo'lib qoladi. Va bugungi kunda har bir ayolimiz o'zini haq huquqini bilsa yaxshi bo'lardi. Men shunday, kстати, ayollarga oddiy tilda dehqonchasiga tushuntiriladigan bir kurslar yo'qmi? Mana masalan siz eshityapman, men uchun qiyin bo'ladi qaysidir terminlarni tushunib olishimga-da. Mana shu o'zini haq huquqlarini o'rgatadigan oddiygina kitobdan biz olib o'qiganimiz bilan tushunmaymiz. Men tushunmayman lично-da. Ya'ni uni yurisprudensiyada ishlaydiganlar tushunsa kerak-da. Oddiy xalq uncha tushunmaydi. Mana shu o'zini haq huquqlarini qayerdan bilib o'rgansa bo'ladi. Hozirda bu ayollarning haq huquqlarini shu bepul konsultatsiyalar olishi mumkin bo'lgan markazlar bor. Mana shu markazlarga agar haqiqatan shunaqa muammolarga duch kelgan taqdirda shu markazlarga murojaat qilgandagina u masalan o'sha ijara shartnomasini taklif qilyapti. Buni nimasiga e'tibor qilishim kerak? Qayerda men yutqizaman, qayerda men yutaman degan muammolar yuzasidan agar puli bo'lmagan taqdirda shunday bepul konsultatsiyalar beradigan markazlarga murojaat qilgan taqdirda bunday muammolarni agar o'zini huquqiy savodxonligi yetmagan taqdirda hech bo'lmasa murojaat qilishni bilmaydi-da bizning xalqimiz. Qarang, onlayn ham konsultatsiyalar berish mumkinmi bu borasida? Masalan, sizda onlayn konsultatsiya bormi shu borasida? Albatta. Onlayn, offlayn konsultatsiyalar mavjud. Bo'ldi, konsultatsiyaga borsa bo'ladi. Keyingi savolim, hozir ajrashish bo'yicha ko'proq ayollar murojaat qiladimi yoki erkaklarmi? Endi bu savolga men o'zimdan kelib chiqqan holatda aytishim mumkin. Hozirgi kunda juda ko'pchilik holatda ayollar murojaat qilyapti. Endi sababini va yechimini men shunaqa deb bilamanki, meni fikrimcha bu. Ya'ni ayollar уже haqiqatan huquqiy jihatdan sal bo'lsa-da oldingidan o'sgan. Erkaklarga masalan ajrashadimi, ajrashmaydimi farqi yo'q. U xohlasa masalan agar moddiylikka borib taqalsa, erkak birinchi o'rinda o'zi murojaat qilishi mumkin. Agar moddiylikka borib taqalmagan holatda erkakka farqi yo'q, boshqa turmush qurib yuraveradi. Zo'ravonlikka uchragan, xiyonatga uchragan ayollar bunday holatda ko'pincha hozirgi kunda ayollar murojaatini ko'p ko'ryapman. Ajrashayotgan paytda ko'proq qanaqa muammolar yuzaga keladi, qanaqa muammolar bilan duch keladi er-xotin o'zaro? Men shu amaliyotdan kelib chiqib aytishim mumkin. Juda ko'pchiligini nikohdan ajrashishga sabab xiyonat yoki o'sha zo'ravonlik bo'lishi mumkin. Boshqa mayda-chuyda narsalar ko'rsatilmaydi. Xiyonat qildi, zo'ravonlik qildi. Zo'ravonlikni ham uni asosi bo'lishi kerak. Zo'ravonlik qildi degani bilan bo'ldi. Senga zo'ravonlik qilibdi, bo'ldi, sen ajrataman, men qonunchilikka o'zgartirish kiritildi deb ajratib tashlamaydi. Haqiqatan zo'ravonlik qilganligini bo'yicha u sudga murojaat qilgan bo'lishi, eri tomonidan shu qilingan zo'ravonlik bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortilgan bo'lishi. To есть ekspertiza qilish kerakmi shunda?
murojaat qilgan bo'lishi va javobgarlikka tortilgan bo'lishi kerak. Qamalganmi, jarima olganmi, mana shu holatlar mavjud bo'lgandagina bu o'sha oilaviy zo'ravonlikka kirib, ayol tomonidan berilgan da'vo arizasi muddatsiz, muhlatsiz shu ajratiladi. Qarangda shunaqa holatlar ham bo'ladi. Endi menga konsultatsiyaga kelgan ayollardan eshitaman bu narsalarni. Er juda ham katta lavozimda ishlaydi, qanaqadir zo'ravonlik bo'lganda undan hamma telefon, hamma narsalarni oladida, yolg'iz o'zini uyiga qulflab qo'yadi. Допустим, bitta xonaga. Chunki uni ko'kartirgan bo'lishi mumkin-da. Va shunaqa paytda u hech qanaqa доказательствоsi yo'q-ku. Va bir hafta yolg'iz o'tirishi mumkin-da. Yoki 3-4 kun yolg'iz o'tirishi mumkin, keyin ruxsat beradi, ochadi eshikni, chiqadi, по дому yuradi, но bu yerda keyin hech narsani доказать qilolmaydi u ayol. Endi bu holat bir marta emas, bir necha marta bo'lishi mumkin, chunki u bir marta qilgan odam 2-3 marta ham qiladi bu holatda. Shunaqa holatda ayol o'zini saviyasidan kelib chiqib, mana shunaqa holatlar bo'lishi mumkin, meni xabarimni olib turing deb qo'shnilarga agar ma'lum qilib qo'ygandagina, mana shu zo'ravonlik holatlari yuz beryapti, mana shu xonadonda deb hattoki qo'shnilar tomonidan berilgan ma'lumotga asosan ham ichki ishlar organi tomonidan mana shu holatlar aniqlanganda, u shaxsga nisbatan javobgarlik, ayolga nisbatan o'sha himoya orderi bilan ta'minlanishi mumkin. Tushunarli. Как раз bu savolim ham bor edi. Masalan, men qo'shnim eshitib qoldim, urush janjal bo'lyapti-da, to'polon. Действительно eshitganman qo'shnilarimdan hamda, что pichoq tiraganini, da, xotiniga duq po'pisa qilganini. То есть men hattoki eshitib qolsam ham, murojaat qilsam, to kelib ularni tekshiradi. Demak, qo'shnisi yoki qarindoshi. Shunday. Shunaqa paytda 02 ga 102 ga murojaat qilinadi. Tushunarli. Shu yil 8-marta действительно men uchun ham haqiqiy bayram bo'ldi. Mana bu qonunchilikka o'zgartirishlar kiritilganda, zo'ravonlikka nisbatan-da. Va buni ham hozir yoritib berishingizni xohlardim. Zo'rlangan qizlar, voyaga yetmagan qizlarga nisbatan qilingan zo'ravonlik, pedofillarga qo'llaniladigan og'ir jazolar bizani qonunchiligimizda bormi? Va o'zi вообще og'ir jazo deganda nima nazarda tutiladi? Hozirgi kunda haqiqatdan juda ko'pchilik internetlarda, mana o'sha ijtimoiy tarmoqlarda aytishyapti, u pedofillarni jinoyati ko'payib ketyapti deb. Lekin men bu fikrga qo'shilmayman. Sababi bu hozir paydo bo'lgan jinoyat emas. Mana shu fikringizga qo'shilaman. Sababi qonunchilikni ishlab chiqarish paytida mana shu qonunchilikda qaysi jinoyatlarga jazo qo'llanishi mumkin degan narsani agar o'rganish kerak bo'lganda, o'sha eski davrga qaytishimiz kerak edi. O'sha Qonunchilik palatasi tomonidan o'rganilishi kerak va bu jinoyatlarni haqiqatdan azaldan borligini, bu jinoyatlar baribir o'sha ildiz otib, o'sha ildizi borki bularning baribir shoxlari chiqib, bu jinoyatlar baribir yana yuzaga kelishini, yillar davomida bu jinoyatlar borligi yashirib kelingan qadim zamonlardan Lut alayhissalom payg'ambarimiz davrida aslida bu jinoyatlar rivojlanib avj olgan bo'lgan. Shu davrdan boshlab mana shunaqa jinoyatlar bo'lgan, lekin bular yuzaga chiqmagan. Hozirgi kunda mana shu huquqiy savodxonlik, fuqarolarga targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshirilayotganligi natijasida endigina mana shu holatlar yuzasidan murojaat qilinyapti. Lekin bizning qonunchiligimizda bu jinoyatga og'ir jazo yo'q deb hisoblayman. Sababi shunday davlatlar borki, bunday jinoyatni sodir qilgan shaxslarga nisbatan yoqib yuborish yoki o'lim jazosi, bichish degan jazolari bilan kastratsiya. Shu bilan jazolanishi belgilangan. Lekin hali bugungacha bizning shu kodeksimizga hech qanaqa bir og'ir jinoyat sifatida yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilish, bizda masalan o'lim jazosi olib tashalgan, umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi bo'yicha takliflar berilgan yoki bularni shu reyestrni yuritish, aynan shu shaxslar, mana shu pedofillar uni
psixologik jihatdan o'rganib, mana shu odamlarni o'zi ma'lumki, shunday shaxslar uni oila a'zolarini, mana shunday jinoyatlarni sodir qilganlarni reyestrini yuritib qo'yganda, ularni jamiyatdan ajratilganda sal boshqacharoq bo'lardi. Qonunchiligimizga hali bu og'ir jazolar qo'llanilgani yo'q. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bularni umuman davolash iloji yo'q. 97% holatda bunday odamlarni o'zgarmaydi. Yana o'sha masalan 20 yil berilgan taqdirda 10 yil mayli yengillashtiruvchi holat bilan keyinchalik u o'sha qamoqxonadan chiqdi ham deylik, 10 yildami, 15 yildami chiqdi ham deylik, yana o'sha kasalligini, chunki o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deydi, shu holatni yana yuzaga keltirishi mumkin. Shu holatdan kelib chiqib, bularni o'sha reyestrni yuritib, alohida masalan shunday shaxslar sifatida ko'rsatilganda ulardan ehtiyot bo'lish choralari ham ko'riladi deb hisoblayman. Zo'rlangan qizlar, ayollar ham murojaat qiladimi sizga? Va buni qanday qilib aniqlashtirish tartibi bormi? Qonunchilikda qanday ko'riladi? Shu to'g'risida ham ma'lumot bering. Amaliyotda bunday holatlar ham uchrab turgan. Haqiqatdan ham shunday holatga uchragan ayollar birinchi o'rinda qayerga murojaat qilishni bilmaydi yoki uyaladi. Keyingi kelajagidan uyalgan holatda murojaat qilmaydi ko'pincha. Agar murojaat qilgan davrda ham shu aniqlash usullari, tartibi bor. O'sha muddatni o'tkazib yuborgan holatda murojaat qilib qolishlari mumkin. Masalan, zo'rlanganda nima alomatlari bo'lishi kerak? Uni haqiqatdan badaniga shikast yetgan bo'lishi kerak yoki o'sha erkakning spermatozoidlari 72 soat ichida aniqlanishi kerak. O'sha 72 soat ichida agar murojaat qilsa, badanida agar shikast yetkazilgan bo'lgan holatda bu o'sha jinsiy zo'ravonlik sifatida ko'riladi. Bundan tashqari audio yoki video yozuvlari ham o'sha jinsiy zo'ravonlikni isbotlovchi dalil hisoblanadi. Bunaqa holatda albatta u ekspertiza o'tkaziladi, tibbiy ekspertizalar. Haqiqatdan o'sha videolar yasalmaganmi? Tibbiy ekspertiza o'tkazilishidan maqsad boyagi erkak va ayol o'rtasida munosabat bo'lgandagi spermatozoidlarni tekshirish, badaniga yetkazilgan o'sha shikastlarni haqiqatdan zo'ravonlik asosida yetkazilganmi yoki o'zi urib yetkazganmi? Mana shu holatlar ham mana shu ekspertiza jarayonida aniqlanadi. Va bundan kelib chiqib ariza bilan murojaat qilgan shaxs va ya'ni ayblanayotgan shaxsga qo'llanadigan jazolar shundan kelib chiqib belgilanadi. Bunday holatda qayerlarga murojaat qilish mumkin? Ichki ishlar organlariga, ya'ni 102 ga murojaat qilishlari mumkin. Hozir mana shu qonunchiligimizda yangi qonunlar paydo bo'lib, xotin-qizlarni zo'ravonlikka qarshi kurash to'g'risida qonunlar chiqarilib, ushbu qonun asosida ayollar qayerlarga murojaat qilishi va ularga qanday kimlar yordam berishi to'g'risida qonunchiligimizga kiritib o'tilgan. Bu to'g'risida shunaqa markazlar bor. Bu markazlarga telefon qilish, ya'ni 1146 raqamiga telefon qilganda u yerga nima maqsadda telefon qiladi? Haqiqatdan ruhiy jihatdan уже buzildi. Zo'ravonlik ko'rdi. Bu ayolga endi psixologik yordam kerak, bepul yordam kerak. Mana shu holatda 1146 ga telefon qilganda psixologik yordam, yuridik maslahatlar yuzasidan yordam beruvchi markaz hisoblanadi va bu markazga telefon qilganida bu ma'lumotlar sir saqlanadi, tashqariga chiqib ketmaydi. Jazo tayinlash yuzasidan esa 102 raqamiga telefon qilinadi. Demak, 1146 ga telefon qiladi, ular psixologik yordam beradi va maslahat beriladi. Qaysi etapdan qaysi etapga o'tish. Voyaga yetmagan bola to'garakka qatnashyapti. Bu haqiqatdan bor keys va unga tegajog'lik qiladi treneri. Bu to'g'risida bu hech kimga ayta olmayapti-da, bitta opasi bilan bo'lishyapti-da, допустим, oila a'zolari bilan, ota-onasiga aytmayapti bu narsa haqida. Lekin u qiz ham voyaga yetmagan, u opasi ham. Ular ham murojaat qilishi mumkinmi? Ota-onasi bilmaydi. Faqat o'sha farzandni o'zi biladi. Murojaat qilishi mumkin.
Endi u murojaat qilganda qanday? Uni murojaatini albatta voyaga yetmagan shaxs bo'lganligi uchun uni arizasi yoki murojaatini qabul qilib olmaydi. Aynan o'sha shaxsni o'sha kimni qizi, kimni farzandi ekanligidan kelib chiqib, qaysi mahallada yashaydi, o'sha narsalarni aniqlab ota-onasiga murojaat qilib, shunaqa jinoyat sodir bo'lgan ekan, baribir nimaga xabar bermayapsizlar? Jinoyat haqida xabar bermaslik ham mumkin emas. Shu yuzasidan kelib chiqib, ota-onasini, mahallasini u farzandidan, voyaga yetmagan farzanddan aniqlab olib, agar haqiqatdan o'sha jinoyat bo'yicha oldini olaman yoki jazo tayinlayman degan profilaktika inspektorlari bu yuzasidan aniqlik kiritiladi. Bizda ko'p hollarda aynan oshkor bo'lishdan qo'rqadi, ota-onasini xafa qilishdan yoki ularning sog'ligiga qanaqadir shikast yetkazib qo'yishidan farzandlar qo'rqadi-da, shuning uchun ko'pincha bu narsa haqida gapirmaydi. Baribir og'ir temalarni. Navbatdagi savolim, oilaviy zo'ravonlikka nimalar kiradi? Bu ham bitta keys. Ayol kishi murojaat qilyapti-da, men erimga aytdim, endi bundan keyin menga qo'lingni ko'tarsang, mana bunaqa qonun chiqibdi deb aytsam, u bizaga tegishli emas. U faqat voyaga yetmaganlarga tegishli debdi. Keling, mana shuni ham bir chiroyli qilib, tushunarli qilib yetkazaylik, o'zi nimalar kiradi oilaviy zo'ravonlikka? O'zi nomidan ma'lum. Haqiqatdan oilaviy zo'ravonlik deyapti. Bunda ko'pincha holatlarda er-xotin o'rtasidagi munosabatlardan kelib chiqiladi. Eri tomonidan o'sha ayoliga nisbatan zo'ravonlik qilishi, urishi, tahqirlashi, jismoniy, ham ruhiy. Ham jismoniy, ham ruhiy tomondan unga zo'ravonlik qilishi, uni tahqirlashi, haqoratlashi, shu tan jarohatlari yetkazishi. Bundan tashqari, hozir men shunaqa o'zimning Instagram saytlarimda aytib o'tganmanki, oilaviy zo'ravonlikka hattoki ayollarni yaqin qarindoshlarini uyiga yubormasligi, aloqalarni uzishi, davolanish paytida davolanishiga qarshilik ko'rsatishi, ilm olishiga qarshilik ko'rsatishi, bu hammasi oilaviy zo'ravonlikka kiradi. Bu qanday isbotlanadi? Nimaga bu belgilangan joyi yo'q-ku deyish mumkin. Kechirasizlar, konstitutsiyada belgilab qo'yibdi. Hamma ilm olishi ixtiyoriy, tibbiy davolanishi ixtiyoriy. Bitta uyga boryapti-da, shu erga tegyapti-da, u eri tomonidan davolanmaysan, o'tirasan uyda, onangga bormaysan yoki o'qimaysan deyish bu zo'ravonlik-ku, oilaviy zo'ravonlik. Bunday holatda ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Erkaklarimizga buni tushuntirib bo'lmayapti-da, yo'q-ku mana deyapti. Bu qonunlar bir-biriga bog'liq. Konstitutsiyada masalan har bitta shaxs huquqlari ko'rsatib o'tilgan. Shu huquqlardan foydalanishga kimdir qarshilik ko'rsatishi bu zo'ravonlik hisoblanadi. Ana endi shu savolingizga yana bitta savol tug'ildi-da, ota-onasi qilsa-chi? Bunda ota-onasi Borku shunaqa otalar, o'qimaysan. Bunda ham xuddi mana farzandiga nisbatan zo'ravonlik, bolaga nisbatan zo'ravonlik yuzasidan kelib chiqadi. Oilaviy zo'ravonlik bu er-xotin. Ota-onasi tomonidan zo'ravonlik, urishi, masalan, tan jarohati, haqiqatdan bunaqa ota-onalar hozirgi kunda ko'payib ketyapti, ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqyapti haqiqatdan. Onasi tomonidan urishi, hattoki farzandini o'ldirib qo'ygan holatlari ham kuzatiladi. Bunaqa holatda shu farzandiga nisbatan zo'ravonlik, bolani masalan huquqlarini himoya qilish yuzasidan ishlab chiqilgan bir qancha qonunchiliklar bor. O'sha yuzasidan o'sha ota-onaga nisbatan jazo qo'llanadi. Yaqinda unga 1 yil bo'lib qoldi, adliyaga taklif qilgan paytlari o'sha podkastda men ham buni eshitib qoldim. Hattoki ikkita yosh turmush quraman desa-da va yigitni onasi qarshilik ko'rsatgan. Bu ham bor keys va yigit keyin 3-shaxs ham qo'shilishi mumkin emas ekan. Va bu yigit keyin o'zini onasini sudga ham berish huquqi borligini aytdi. Bizda redka bu deyishdi. Именно shu keyslardan bittasi haqiqatdan ham bergan keyin. Albatta, chunki konstitutsiyada, qonunlarimizda nikoh erkinligi degan tushuncha bor va nikoh erkinligidan kelib chiqib unga kimdir masalan turmush qurishiga qarshilik qilishi yoki kimgadir nikohga, ya'ni turmushga chiqishiga majburlashi bu jinoyat hisoblanadi.
qizlarimiz ham yaxshi eshitib qo'ysa bo'lardi bu borada. Aynan juda ham ko'p qizlar murojaat qiladi, ota-onam majburlayapti mani. Mana shu yigitga yoki mana qaysidir yoshi katta erkakka turmushga chiqishimga yoki ikkinchi xotinlilikka mani majburlayapti deydigan qizlar ham bor. Demak, bilingki, siz haq-huquqingizni bilsangiz, bizada bu narsa endi aytish uyatli yoki dinimizga to'g'ri kelmaydi, ota-onang hurmat qil deydi, lekin sizni haq-huquqingiz bor. Ularni ustidan ham ariza yozishga, agar sizni majburlayotgan bo'lsalar. Sudlarda oilani saqlab qolish uchun qanaqadir harakatlar qilinadimi? Mana bu vaqt belgilashdan tashqari. Albatta, chunki oila bitta jamiyatning bir bo'lagi sifatida sudga nikohdan ajrashish bo'yicha murojaat qilgan, shu kelib tushgan arizalarni albatta bitta ishni ko'rishi o'zidayoq buni shu arizasini qanoatlantirib nikohdan ajratib yubormaydi. Sud ham o'sha ish holatlaridan kelib chiqib, tomonlarni haqiqatdan roziligidan, agar qaysidir tomon norozi bo'lib, nikohdan ajrashga norozi bo'lgan holatlarda bu arizani rad qilishi mumkin. Hattoki shunaqa holatlar bor, shu ikkita er-xotinni nikohdan ajrashish uchun 4-5 yillab vaqti ketgan holatlari bor. Chunki bir marta ariza beradi, rad bo'lgandan keyin 6 oydan keyin yana murojaat qilish kerak. O'sha 6 oydan keyin yana murojaat qiladi. 3-4 martalab отказ olgan holatlari ham bo'ladi. Sudni bu harakatlari aynan shu oilani saqlab qolishga qaratilgan hisoblanadi. Keyinchalik shu yetarli asoslar bo'lgandagina, masalan, er-xotin yarashmadi va boshqa turmush qurdi. Mana shar'iy, to'g'ri, shar'iy mumkin emas, grajdanskiy nikoh asosida turmush qurdi va undan boshqa o'sha ayoldan farzandlari bo'ldi. Bunaqa holatda sud inobatga oladi, albatta, chunki yana bitta oilani внебрачный bo'layotganda demak, bolalar. Shu uchun bundan keyin qarang, bir tomondan suddan bermaydi, допустим, ajratish qilib bermaydi, boshqa tomondan внебрачный bolalar tug'ilar ekanda. U bemalol, masalan, otaligini beraman desa, erkak odam otaligini beraman degan taqdirda, o'sha erkakning familiyasiga, o'sha erkakning otaligi bemalol beriladi. Shuning uchun Maygovda keyin chiqib ketdi-ku hammasi, hamma narsalar oshkor bo'lib ketdi. Shu chiqib kelgan-ku, yo'q, ayollar yaqinda bitta qiz bilan gaplashganimda, u kishi ham yurist, o'sha ishlagan paytlari, Maygovga hammasini kirgizgan paytlari, keyin chiqib kelavergan, видимо, bu sistema kirgizgandan keyin oila ayollari kelib urush janjal qildi deydi. Meni erimni bunaqa farzandi yo'q, o'chirib tashladi, sen nimaga bunaqa narsani kirgizding debdi. То есть o'sha oshkor bo'lganda. Bu nimaga? Masalan, bu jinsiy erkinlikdan kelib chiqadi. Nima degani? Jinsiy erkinlik, mana hozir nikoh erkinligi bor, to'g'rimi? Nikohda yashamayapti, u bilan jinsiy munosabatlari tugagan. Va konstitutsiyamizda jinsiy erkinlik ham bor-ku. O'sha jinsiy erkinlikdan kelib chiqib, grajdanskiy brak asosida bemalol turmush qurib, farzandli bo'lib kelishyapti. Fuqarolar aytishi mumkin, mana ajrashmasdan turib, mana boshqa ayolga uylanib olgan, bu qo'shxotinlik bo'ladi-ku deb aytish mumkin. Ko'paydi-ku. Yo'q, lekin bu qo'shxotinlikka kirmaydi. Qo'shxotinlik bu aynan bir tom ostida, bitta qozonda ovqatlanib, bitta uyda ikkita ayolini boqishi, ular bilan shu oilaviy munosabatlarga kirishi, bu qo'shxotinlik hisoblanadi. Yana shunaqa holatlar, masalan, sudlar nima qilishi mumkin? O'sha haqiqatdan ajrashish maqsadi bormi bularni degan maqsadda mahallaga shu xat chiqazib, mahallaga o'rganing, oilasini yarashtirish choralarini ko'ring degan maqsadda xat chiqazadi va haqiqatdan ham mahallada bu oila o'rganiladi. Shu yarashish imkoni bormi? Shu qarindosh urug'imi, mahalla oqsoqollarimi, kim kelib o'sha nimada holatda o'tirib, o'sha oilani yarashtirish choralarini ko'rsa ko'radi. Agar haqiqatdan imkoni bo'lsa yarashtiradi, imkoni bo'lmasa yarashtirish imkoni yo'q deydi. Bundan tashqari hokimiyatda ham shu xotin-qizlar bo'limi bor. Xotin-qizlarni holatdan kelib chiqib o'rganadigan bo'lim bor. O'sha bo'limga ham xat chiqazadi, sud tomonidan xat chiqaziladi va shu bo'lim ham o'rganib chiqib,
agar imkoni bo'lsa imkoni bor, imkoni yo'q bo'lsa imkoni yo'q degan xulosa beradi. Bu xulosani bo'ldi, bu xulosa olindi, bo'ldi ajrataman deb suddan bu qaror qilmaydi. Suddan bu holatni o'rganadi, o'zini ichki ishonchiga ko'ra haqiqatdan bu oilani saqlab qolish mumkinmi, yo'qmi, shundan kelib chiqqan holatda ajrashtirishi mumkin yoki ajrashtirmasligi mumkin. Shu borasida именно savol tug'iladi o'zimda, bu mahalladagilar o'zi kimlar? Qanday insonlar, qanaqa ayollar u yerda ishlaydi? Действительно, высшее образованияsi bor, psixologik ilmi bormikan? То есть bu ham savolda. Это еще большой вопрос остается, кто там? И qanchalik bular o'sha professional va qalbdan yondashadi o'zi shu insonlarni bir-biriga yaqinlashishiga. То есть, chunki borda momentlar, agar emotsionalniy, fizический abuz bo'lsa, bu erkak tomonidan yoki gazlayting qilayotgan bo'lsa, mayli, fizический, jismonan hech qanaqa tana shikasti bo'lmasa ham, lekin uni gap bilan faqat kamsitib, то есть mana shunaqa qilib borayotgan bo'lsa-da, borda imенно psixopatlar, ko'cha xandon, uy zindonlar. Bunaqa paytda u tashqaridan u mahalla kelsa ham bu narsani payqamaydi, bilmaydi, tushunmaydi. Voy, tuppa-tuzukku eri, uyim joyim deydi borda shunaqa erkaklar. То есть men o'zim bu yo'ldan o'tganim uchun tushunaman-da. Boshqa insonlar bilan judayam, prям mana shu qo'li ko'ksida, judayam hurmatga sazovor, shunaqa o'qimishli erkakda tashqaridan kelgan odamlarga ham xuddi shundan keyin bu narsani bilmaydi yoki unday bunday deb shu ayolni o'sha mahallani oldida ham pastga tushiradi. И, конечно же, mahalladagilar ham qanday o'qimishli, qanday yaxshi inson ekan, toparman, tutarman ekan, urmasa, so'kmasa, lekin bilmaydi ekan, bu yerda что эмоционально uni уже ezib anaqa yomon holatga tushirib qo'yganda. Shuning uchun bu borasida menimcha mahalladagilar именно psixologlar bilan birgalikda ishlashi to'g'ri bo'ladi. Bu fikrga qo'shilaman albatta, chunki u ichkarida bo'layotgan to'rt devor ichidagi narsani ba'zida qo'ni qo'shnilar ham bilmasligi mumkin, mahalla bilmasligi mumkin. Shundan kelib chiqib o'sha mahallaning ichida shu psixologlarning alohida bir shtati ochilib, mana shu oila markazlarida tashkil etilganda, endi hozir bu shunaqa taklif bor, lekin u hali yo'lga qo'yilmadi. O'tgan yili qaysidir televideniyada aytuvdilar shu narsani. Aytdim, qachon bo'lganda aytasiz, demak haligacha. Dolzarb nuqtasiga keldik. Bu har doim ajrim davrida mol-mulkni taqsimlashda. Mana shu joyga kelganda fuqarolar nimaga e'tibor qilish kerak, qanaqa kamchiliklar, xatoliklarga yo'l qo'yadi, ayniqsa ayollar. Men o'zim o'tganman shu davrni. Aytdimku, emotsionalniy ruhsizlashga tushgan paytda hech narsa ko'zingizga ko'rinmaydi. Tilxat yozdirib olgan, mashinaga, uyga hech qanaqa da'vogarligim yo'q deb yozib berdim-da, va notariusdan bu narsani olgan. Va men uchun, bu yerda lichno meniki ism, men uchun judayam og'riqli bo'lgan bu. Voy, shuncha yil yashab kartochkangdan ortiqcha bir pul xarajat qilmaganman. То есть hamma narsa prozrachniy bo'lgan joyda hozir notariusdan o'tkazish nima hojati bor ekan? Bu jarayon menga ana bu ajrimdan ham qattiq tekkan. Judayam bu men uchun prям og'riqli jarayon bo'lganda, shunaqa paytda bugungi kunda tushunaman, ozgina bo'lsa ham ayol kishi sovuqqonlik bilan yondashishi kerak. Shuning uchun ham chet elda aytar ekanda, ikkita do'sting bo'lishi kerak. Bittasi psixolog, bittasi обязательно yurist bo'lish kerak deydi-da. Shu borasida ham aytib o'tsangiz, mol-mulkni bo'lish bo'yicha nizolarda fuqarolar qiladigan xatoliklar. Endi bu yuzasidan men oldin o'zimni fikrimni bildirib o'tsam, hozirgi kunda masalan eski davrda yashamayapmiz. Hamma o'zini уже ayollar ham, erkaklar ham mana haq huquqini biladigan davrga kelyapmiz. Bunaqa holatda ras shunaqa holat kelib chiqishi mumkin keyinchalik, masalan bir-birini psixologik jihatdan xarakterini o'rganmagan holatda turmush quryapti, bir-birini tanimaydi, ota-onasini masalan qistovi bilan uylanyapti yoki kimdir o'sha ammasi topgan, xolasi topgan qizga uylanyapti. Bunaqa holatda to'xta, erta bir kun mana shu holatlar yuzaga kelmasligi uchun men sen bilan nikoh shartnoma tuzaman deyish kerak. Bu nikoh shartnomada batafsil masalan meni mulkim meniki, seni mulking seniki.
Nikoh davomida olgan, mani o'z mablag'imga olgan mol-mulklar ham o'zimniki degan maqsadda mana shu nikoh shartnomasini tuzsagina oilaviy munosabatlarda mana shu uy-joy, mol-mulk masalasi sudlarda ham kamayardi degan fikrdaman. Endi haqiqatdan hozirgi kunda hali huquqiy savodxonligi kam bo'lgan fuqarolarimiz ko'p. Hali yetib bormayapti. Asta-sekin endi shu holatlarga kelamiz biz ham. Lekin shunaqa holatlar bo'lganki, masalan, er-xotin uy olyapti. Uyni kredit asosida olyapti, garovga qo'ymoqchi. Garov bu notarialniy bo'ladi. Shu garovga qo'yish uchun rozilik eridan olinyapti. Notarius nima qilyapti? O'sha garovga olish jarayonida o'sha rozilik xatini ichiga garovga olish va sotishga rozilik deb kiritib ketyapti. Bu yerda fuqaroni savodsizligi bu o'ziga pand beryapti-da, shunday qog'oz tashlayapti, rozilik arizasiga qo'l qo'yapti. 2 yildan keyin uy sotilib ketyapti. Bu yerda notariusning eng katta qilgan xatosi, undan so'rash kerak. Sen o'qishni bilasanmi? Ko'rmisan, karmisan, ruhiy holating yaxshimi? Hamma narsani so'rash kerak. Agar o'qishni bilmasa, o'qib berish kerak. Yoki fuqaroni o'zi, men tushunmayapman, huquqiy savodxonligim kam, menga o'qib bering va tushuntirib bering deyishi mumkin. O'qib bergani bilan bu narsani u o'qib, qonuniy jihatdan mazmun mohiyatini tushunmasligi mumkin fuqaro. Notariusdan shuni talab qilish kerak. Chunki u erta bir kun ikkita fuqaroni mulkiy jihatdan masalasini hal qilyapti notarius. Bu jihatdan u haqiqatdan fuqaro so'ragan narsani tushuntirib berish kerak. Lekin notariuslarimiz ba'zi bir nima maqsadda, balkim ishini ko'pligi, balkim boshqa manfaatlarda qilishi mumkin. Bunaqa holatlarni vaqtim yo'q, mana rozilik arizangiz qo'l qo'ying deydi, o'qib ham bermaydi, tushuntirib ham bermaydi. Bunaqa holatda fuqarolarimiz kuyib qolyapti. Bundan tashqari yana shunaqa holatlar bo'lgan, u masalan o'sha rozilik masalasida aynan er-xotin kelishyapti, men alimentdan voz kechaman. Ayol aytyapti, alimentdan voz kechaman. Sen anaqa uydan, mashinadan, bolalar uchun o'z ulushingdan voz kech, men uyni sotaman deyapti. Xotin aytyapti. Notariusga borishyapti, haqiqatdan er rozilik beryapti uyni, mashinani sotishga. Bu yerda haqiqatdan ayoli tomonidan alimentdan voz kechaman deb notarialniy rozilik beryapti. Bunaqa holatda bu hujjat ijro kuchiga egami degan savol kelib tushadi. Oila kodeksimizda shu narsa kiritilganki, alimentdan voz kechilmaydi. Faqatgina kelishuv asosida, o'zaro rozilik asosida deyilgan. Bunday holatda haqiqatdan rozilik arizasini oldimi fuqaro, shunday o'sha ayolni qo'lidan ushlashi va ijroga olib borishi kerak. Mana voz kechdi, mana bu delani yop. Ba'zangdan o'chir deyish kerak. Fuqarolarimiz nima qilyapti? Boryapti notariusga, bo'ldi, voz kechdik-ku, mana bo'ldi, tamom, uje men alimentdan qutuldim deyapti-da ketyapti. Nariyoqqa ijroga olib bormayapti, ijrosini ta'minlamayapti. Natijada aliment qarzdorlik yuzaga kelyapti, ayolga yana yoqyapti pul olish. Yana ijroga murojaat qilyapti-da, "Davay alimentni qayta tiklab, qayta undirib bering" deyapti. Mana qayerlarda erkak va ayollar notariusga kelgandan keyin ular oxirigacha o'sha tsepotchkani davom ettirmaydi, o'sha ijroga borish kerak bo'ladi-da. Prosta bu yerda faqat ko'zda tutilgan shu ayol kishi o'sha mol-mulkni sotish uchun как бы общий договоренность bo'lgan. Tushunarli. Erkak ham xursand aliment to'lamayman deb. Erkak xursand. Bu juda ham achinarli holda o'zining farzandlari uchun alimentni to'lashni xohlamasligi ham bu ham. Lekin o'sha 18 yilga yetadigan haqiqatdan ulushidan voz kechyapti-ku. Uyidan voz kechyapti, mashinadan voz kechyapti. Bir so'm bermay qochib yurgan erkaklar ham bor. Lekin insof yuzasidan masalan o'zaro kelishgan holatda qilishyapti. Yaqinda kommentariylarda o'qib qoldim-da, bitta bir erkak kishi video yozgan, nimaga ayollar to'lamaydi aliment? To есть nima uchun mana ba'zida bolalarga erkaklar qaraydi-ku, nimaga bo'lmasam ayol qaramaydi? To есть ayol bermaydi alimentni deganda, bormi shu narsalar ham?
qonunda. Albatta, bu farzandni hozirgi kunda kim tarbiyalayotganidan, kim boqayotganidan kelib chiqib, o'sha agar farzandlar erida bo'lsa, eri bemalol sudga xotinini aliment undirish bo'yicha sudga berishi mumkin va aliment olishi mumkin. Bunaqa erkaklar ham bor. Yana shunaqa savollar bilan murojaat qiladi. Biza erim bilan уже yashamaymiz. Kimdir 3 yil, kimdir 5 yil. Men ajrashmoqchiman. Erim Rossiyada, uni kelish niyati yo'q va mana shunaqa paytda qayerga ayol kishi arizasini topshirishi kerak bo'ladi? Eri, допустим, vodiylik, Farg'onada turadi. Ular Farg'onadan o'tgan zaksdan, ayolni o'zi Toshkentda turadi. Mana shunaqa paytda qanday ishlash kerak bo'ladi? Nikohdan ajrash masalasida birinchi o'rinda haqiqatdan javobgarning yashash joyiga nikohdan ajrash bo'yicha da'vo arizalar kiritiladi. Bunaqa holatda da'vogarga mana og'irlik tushishi mumkin, ya'ni aynan shu vodiyga borishga uni vaqti yo'q. Da'vogar это заказчик, женщина. O'sha da'vogar vaqti yo'q va u uchun jalqa u Farg'onaga pul sarflab borib kelish. Bunaqa holatda mana sudlarimizda shunaqa keng imkoniyatlar yaratilgan. Onlayn tarzda arizani kiritishi mumkin. Agar o'zi tushunmagan taqdirda fuqaroni o'sha bironta advokatga murojaat qilganda bu oson va yengil kechadi va o'sha elektronniy tarzda o'zini arizalari, qachon sud kuni tayinlandi, qachon bo'ladi, hamma narsani elektronniy ko'rib o'tirishi mumkin. Demak, elektronniy ham berishi mumkin bo'ladi. Shunday. Rahmat javoblaringiz uchun. Mana Nodir opa, men taniydigan eng yaxshi psixologlardan siz. Mana shu hozir juda ko'p nikoh bo'yicha gaplashdik. O'zimga shu ayollar ko'p murojaat qilishadi va internetlardan mana shu hozir chiqib ketgan ma'lumotlardan kelib chiqib savol bermoqchiman. Oilalarning hozirgi kunda buzilib ketishiga psixologlar ham sababchi. Psixologga ayolim boryapti, nikohdan ajrashishga qaror qilyapti yoki haqiqatdan o'sha ayollarning o'zi kelyapti-da, psixologga boruvdim. Menga o'sha psixolog nikohdan ajrash bo'lmaydi bu ering deb aytayapti. U unaqa bunaqa deb ko'rsatyapti. Aslida psixologni haqqi bormi shunaqa tavsiya berishga, ajrash deyishga? Bu qanaqa psixolog hisoblanadi? Shu bo'yicha bir gapirib, eng og'riqli oxirgi paytlarda savollardan bittasi. Juda ham dolzarb bo'lyapti. Men xursandman, shu savollar tug'ilayotganidan ham. Birinchidan, xuddi mana shu har bir sohada borda psixolog ro'zing. Ya'ni hozirgi kunda qanaqa psixologlar paydo bo'lyapti? Maslahatchi. Aslida psixolog umuman maslahat bermaydi. Va nimagadir xalqimiz ko'p menga ham savollar bilan murojaat qiladi-da, maslahat bering. Qaniydi maslahat bilan ish bitganida edi va 90% odamlar baxtli bo'lar edi. Aslida umuman haqqi yo'q ajrash deyishga, maslahat berishga va bu yerda o'sha insonlarni o'zini bir tafakkuri ham bo'lishi kerak-da, kritiskiy mishlenияdan o'tkazish kerak. Har bitta so'zini. To'g'ri, zombiday qilib qo'yadi o'ziga, shunaqa tobe qilib bog'lab qo'yadiki, shunaqa o'zini parapsixologman, dushavetman deb ham nomlaydi, har xil nomlar bilan kimdir psixologman deydi. Xullas, sani vibratsiyalaring shunchalik yuqori bo'lib ketdiki, sani onging shunchalik kengki, sanda shunaqa boylik patogi yog'ilib kelyapti. Senga mana bu yerdan senga mos erkak kelyapti, lekin mana bu erkak seni naоборот pastga tushiryapti. Bu erkak seni qanaqadir karmicheskiy soyuz deydi. То есть shunaqa bilan murojaat qilishadi. Men именно ilohiyga kelmoqchiman. Tushunyapsizmi? Yo'q unaqa narsa, karmicheskiy soyuz yana shu fikrlarga ishonib xatolikka yo'l qo'yadiganlar ham bor. Ya'ni shu o'zini savodsizligidan bo'ladi. Yana shunaqa holatlar borki, именно psixologlar qarmoq tashlaydi, ilingandan keyin uni xohlagancha sog'adi, xohlagandek o'ynatadi. Bu nima orqali? Manipulyatsiya orqali. Sen masalan men kursimda o'qisang, mana bunday ma'lumotga erishasan-da, ering senga e'tibor qilmayaptimi? Demak, senda energiyang yo'q, ayollik energiyang yo'q. Shuning uchun sen mana bu yerda
ilm olsang yoki mana bu senga texnikani beraman, qizil uzuk taqsang yoki lavroviy list qilsang, nima edi, tutatsang, mana bular orqali senga pul ham keladi, keyin именно birinchi, ikkinchi chakralaring ochiladi-da, то есть bular ham hammasi manipulyativniy qanaqadir protsesslar. Ayol kishi bunga ham ilinib qoladi. Qarang, yana nima qilinadi bu yerda. Сопоставить qiladi. Qara, mana bu ayolda bor, bunisida yo'q. Shu joyga kelganda nimagadir o'zim ham hayron qolaman. Rizqni nimaga eslaringizdan chiqarasizlar? Rizqni Alloh belgilab bersa. Mana bu qiz shu kursga keldi, uyli, joyli, mashinali yana bir nimalar bo'ldi. Da, men ham xuddi shunday bo'lmoqchiman. Uni как раз ham eri yo'q bo'lishi mumkin. Mana shunaqa holatlar orqali ayollar o'zini yana mishleniyasi yo'q, tushib qoladi. Da, bunaqa paytda sababchi desak bo'ladi. Lekin boshqa tomoni ham bor-da. Masalan, ayol kishi o'qib, o'rgangani sari o'zini tushunishni boshlaydi. Men shunaqa tipdagi ayol ekanman. Depressivniy, isterichniy tipman. Erim mana bunaqa ekan. Mana shu uchun ham biz to'g'ri kelmas ekanmiz bir-birimizga, yoki u erkakni emotsionalniy abyuz qilayotganidan bilib qoladi, yoki u erkakni narsist psixopatligidan уже tushunib qoladi. Va men shuncha yil nima edi? Nadeyitsa. Men shuncha yil umid qilib yashadim, o'zgaradi deb, lekin aslida o'zgarmas ekan. Bu baribir shu ichuvchi qolib ketadi, bu baribir uradi, qolib ketadi. Men endi qaror qildim ajrashishga deydi. Bu shu boshqa holat. Tushunyapsizmi? Bu yerda ham tanlab bilish kerak. Psixologdan kelib so'rashga haqqi bor. Qayerda bitirgansiz, diplomingiz, то есть kuzatishi mumkin. Tем более bizda hozir imkon bor sotsetilardan. To'g'ri, sotsetilarda hozir ijtimoiy tarmoqlardan nima qilyapti? Feykovoy odzivlarni ham olib keladi-da. Mana men senga ssenariy yozib berdim, men shu ssenariyni o'qib aytsang, men shunga erishdim deb, men senga mana bu kursni besplatno beraman deydi. Bu tomonlar ham bor-da. Baribir kuzatish kerak. Ozgina bo'lsa ham ilmi bo'lsa o'sha ayollarni, keyin o'zi ajratib oladi. Gurunchni kurmakdan hammasidan ajrata oladi. Faqat bunga ozginagina ilm kerak boshida. Savol berishga qo'rqmasligi kerak. Bizda yana nima kuzatiladi? Seminar treninglarda оказывается savol berishga ruxsat bermas ekan psixologlar. Bu ham уже sizga звоночек bo'lish kerak. Savolingizga javob bera olmaysizdir balkim. Nima uchun siz pul to'lab keldingiz-ku, aynan shu savolingizga javob olgani keldingiz. Nimaga sizni haqqingiz yo'q ekan savol berishga? Здесь нужно различать. Demak, hozirgi kunda mana shu manipulyatsiya qiladigan psixologlar ko'payib ketishining natijasida shunaqa ma'lumotlar chiqyapti ekan. Psixologlarni demak tanlashda xato qilmaslik kerak ekanda. Наверное, ko'p narsalarda tanlovimiz juda katta ahamiyatga ega. Agar bu podkastni ko'rib qayerdadir tushunmovchiliklar bo'lgan bo'lsa, siz kommentariyda savolingizni berib o'ting. Chunki ba'zi bir terminlarga, aynan huquqiy savodxonligi bo'lmagan insonlarga bu javoblar murakkab bo'lishi mumkin. Chunki men o'zimga ham bu murakkab. Shuning uchun uyalmasdan savollaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Biz keyin yana ko'rib chiqamizda. Agar Fazilat Yakubovnaga savolingiz bo'lsa, bu shaxsiy bo'lishi mumkin, inkognito bo'lishi mumkin. Unda men Instagram silkalarini qoldiraman. Hammamizga xayrli va manfaatli bo'lsin.